nima jin urdi bizani yoshlarni? Men hayronman. Yoshsan, chiroylisan. Nima qilasan labingni ikkita kotlet qilib? Nima keragi bor? Qani o'zingiz o'ylang. Bu hammang bir xil bo'lib qolyapsan-ku. Hammang bir xil. Endi keyin sun'iy qosh ulaganday ma'munday qilib qosh qilishni nima keragi bor? O'zing go'zalsan-ku. Yoshingni o'zi, yosh bo'lganingni o'zi bir go'zallik. Hali bu yoshingni, oho, mayli umring uzun bo'lsin. Hali shunday afsuslanishing mumkin shu narsaga qo'l urganingga. Yana kim biladi deysiz, balki men eskicha tabiatda katta bo'lganmanmi, eskicha nimani ko'rdimmi, bilmadim. Bu lekin faqat meni o'zimning shaxsiy fikrim bo'lmayapti hozir. Buni axir deylik erkaklarga yaxshi ko'rinaman degan bo'lsang, erkaklar ahmoq emas-ku, axir ko'rib turibdi-ku sun'iyligini. Mana shu erkaklar kimga suqlanib qaraydi? Sun'iygami yo tabiiygami? Albatta tabiiyga. U apandimas-ku, anaqani farqiga bormasa. Nahotki shunga fahm farosati yetmaydi shularni. Bir xilda bo'lgisi keladi, bir xilda bir tipda qamasi. Ko'ryapsizmi? Bir xil qosh, bir xilla, endi yoshini tashqi qiyofasiga fiziologik jihatdan bu lav to'g'ri kelmaydi. Biz ilgari aytardikki, afrikalik millatlarni agar lavini ko'rsak, voy dirduza deb bilardik o'sha nimaga, millatga to'g'ri kelayotganligini bildingizmi? Hozir nimaga biz unaqa qilishimiz kerak? Bilmadim. Alg'ov dalg'ov zamonga qolib ketdik.